Assalomu alaykum, qadrli qadrdonlar. Yaxshimisizlar? Mana biz ham hozir ikkinchi dayda boshlab oldik. Sizlarga hozir bitta kichkinagina bir life hack ko'rsatmoqchiman. Buni kimdir biladi, kimdir bilmaydi, lekin siz uchun albatta manfaatli bo'ladi degan maqsadda mana shuni ko'rsatishga qaror qildim. Mana biz mana bunday qilib sisma po'yishdan keyin sismani kuyganimizdan keyin mana bunday sim chiqarib ketamiz qirg'og'iga. Bu nima uchun? Bu haqida hozir gaplashamiz. Bundan keyin shunday qilamizda simni bukamiz. Simni bukkanimizdan keyin taxtani qo'yib taxtaga bunday bukamizda shuni qistirib qo'yamiz. Keyin taxtamiz chaqa ketmaydi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu ham qulay, ham tez bo'ladigan, ham ishonchli variant mana shu. Bir joyda mana shunaqa qilib chiqarib ketsak, buni kesib chiqishibdi, nimaga qo'yishgan mana ustalar deyishib. Keyin tagidan boshqa ingichkasini o'tkazishib, qiynalishib, vaqtlarni o'tkazib simni tortib chiqishibdi. Shundan keyin mana shu videoni chiqarishga qaror qildim. Mana tez bo'lyapti hozir. Ashidan shu yerdan mana shu yergacha 5 minut vaqtimiz ketgani yo'q. Qatirib bo'ldik. Endi karkaslar tashagandan keyin buni ipga to'g'rilab qatirib chiqamiz tepasini. Qulay bo'ladi. Mana sim. Mana orqa tomondan ko'rsatish mumkin. Mana shu tarzda shunday qatirib qo'yiladi, bo'ldi. Life hackimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yishlaringiz mumkin. Bundan biz albatta xursand bo'lamiz. Ishlarga rivoj, charchamanglar.